Sharq Turkistonning besilgan zimin ekanligiga oid Ayso Yusuf Olitekinninki 73 yilning yog'i millatdan maxfiy tutib, o'zining qora sandig'ida saqlab, 35 million Sharq Turkiston xalqininki haqqi bo'lgan shu ziminning kuchli isboti bo'lgan bu mutlaq maxfiy hujjatni millat qaytarmasligi u bir xiyonat. Bunda hujjat yo'qmikin mencha bu hujjatning nima keragi bor deganlar kitob o'qib boqaylik. Bu hujjat bor hujjatmi yoki yo'q hujjatmi? Abdurim G'ani Mandal hokim ko'tarib chiqqan pishni terishni ib chiqqan ishmi bu? Men pokitni hurmat qilaman. Isbotni ko'zish orqali o'zimniki fikrning haqli ekanligini o'tirib qo'yman. Men burunta deb kelyapman bu narsalarnikini. Kitob o'qib beqinglar deb. Bu yerda menchi yo'qmikan, bu cho'qim yo'q bir narsa deganlarning hammasi quruq tuhmat, pishnidan boshqa narsa emas. Ayso Yusuf Olitekin o'z hayot vaqtida yezib qoldirgan Asr Sharq Turkiston degan kitobininki 5-betida bu mutlaq maxfiy hujjat haqida mundaq deydi. Mening general Jang Jijong bilan ishlarni ko'zdan kechirish uchun janub qilgan bir qatimliq sayohatim haqida shularni qo'shib qo'yishim kerak. General Jang Jijong bu ko'zdan kechirish jarayonida shundoq bir ish qilgan bo'lib, bu nihoyatda muhim ahamiyatga ega. U Kucha, Oqsu, Qashqar, Yakar va Xotandagi Xitoy qo'shinlariga shundoq bir maxfiy nutq so'zlagan. Bu nutq keyincha bir kitob chiqilib, ustiga alohida maxfiy deb yozilib, nihoyat diqqat bilan ichki qism tarqitilgan. Men hijrat qilishdan burun mening qo'limga bir dona tegdi. Hozir uyimda bor. Muvofiq paytda uni tarjima qildirib, nashrdan chiqarib tarqataman inshaalloh. Bu hujjatning asosiy mazmuni Jangjin askarlik mundaq degan. Biz dastlab turayotgan bu zimin Şinjan emas, Sharq Turkiston. Bu ziminda biror to'plam bo'lib biz buni xalqaro oshkorlik qilishdan ilgari darhol buni bostirishimiz kerak. Buning uchun sizlar har zaman hushyor turishingiz kerak. Xalqaro voy sizlar Sharq Turkiston Uyg'urlarni bostiryapsizlar degandek mushtaq gap taqib qolib qolsa, biz bu yerdagi masala milliy masaladan kelib chiqqan. Bu bir diplomatiya milliy masaladan kelib chiqqan, bu bir diplomatiya masalasi. Buni g'arbliklar, turk millatlar bu Uyg'urlarni yushurin qo'llash orqali biz qarshi harakat qilishga nima qilyotidi degandek mushtaq gaplarni ko'tarib chiqamiz. Chunki biz Xitoy bo'lganligimiz uchun biz buni qabul qilmaymiz. Biz bu zaminni mangu mustamlik qilish uchun xalqaroning gapiga parvo qilmaymiz. Ham bu yerdagi bir zaminning besilgan zamin ekanligini biz inkor qilamiz deb mana mushtaq maxfiy so'zlagan bu narsanikini. Bu yuqori Gomindanninki hukumat tarafidan mutlaq maxfiy deb tarqatilgan hujjat mana. Bu hujjat yana erkin ama Ayso Yusuf Olitekinning qo'liga tushgan mana. Bundadir. Bu kitob aniq degan kitob o'qib beqinglar deb. Men 2021 yil 6-oyda Ayso Yusuf Olitekinninki o'g'li Erkin Olitekin Dunyo Uyg'ur qurultayining qurg'uvchisi bilan telefonda kurashdim. Kurashib yaxshi paranglashdik. Erkin Olitekin dedi, "Ukamacha bu dadam haqidagi kitoblarni siz jiq o'qibsiz, jiq nim qilibsiz, sizning bir boshqa qilgan ishingiz yo'q. Ajab buni kirishib qolibsiz" degandiki, men dadangizning ishlarini tadqiq qilaman. Dadangiz o'z vaqtida 1940-yilning oxirigacha Gomindanimizda yuqori amal tutgan 3 apanchaning ichiga birisi dadangizniki hayoti qilgan Sharq Turkiston uchun, Turkiston uchun chetlarga chiqib qolgan ishlar biz uchun intayin muhim. Mush kitobda men o'qish jarayonida nurg'un biz tadqiq qiladigan narsalar bor ekan. Mushtaq bir mutlaq maxfiy hujjat bor ekan. Gomindan hukumat tarafidan chiqarilgan Sharqning besilgan zamin ekanligi. Mush kitobni ko'rdim, o'qidim. Shu mutlaq maxfiy hujjat qayerda desam, ukamsiz narsa, xato narsani davas, unda mutlaq maxfiy hujjatga bir narsalar yo'q deb.
Siz dadangizning kitobini o'qib baqdingizmi bo'lsam o'qib baqdingiz. Uyingizda bormi bo'lsam bor dedi. Unda ichqin ash kitobni. Mana ash kitobning 5-ci betida mush to'g'risida bor. Sharqning besangiz zimin ekanlik haqiqiy mutlaq maxfiy hujjat dadangiz alohida eskartib ekan buni. Sen bu fukam ki uyamga doktor kelmekçi biz başka vaqtda ko'rishil debla qo'tang'i bo'rkiz ishdan tart qistabdi degandek erkin olib tekan telefonni qo'yib etdi. Bir qancha kundan keyin qayta telefon qildim. Telefon qilsam telefon oldi, yana yaxshi paranglashdik. Yani erkin olib tekan deydi. Ukam bu hujjatni hozir oshkoragan vaqt emas. Men Sharq Turkiston besangiz zimin ekanligi haqida bir maqola yozgandim. Shu maqoladan foydalansangiz bo'lmamdi dedi. Voy sizda unda Sharq besangiz zimin ekanligi maqola yozayotgan nurg'un maqola bor, lekin Go'mindan hukumati bizning vatanni mustamlik qilgan. Bu mustamlikning isboti, bu tarix isbot bu narsa. Bu intayin muyo bu narsalarnikini. Desem yani bu adam o'zining gapini qilib nim qildi. Hozir men Do'lqin Aysoga qurultoy yig'inida bir taklif berdim. Sharq Turkiston besangiz zimin ekanligini isbotlash uchun bir xalqaro sudga bir nim qilinglar. Tibetga o'xshab bizim Sharq besangiz zimin ekanligini dunyoga anglatish uchun bir bu vaqtda tadqiqot olib boraylik deb qildim. Shu bo'yicha qilyotdi bu narsalarnikini dedi. Ondan keyin men erkin olib tekin dedim. Siz Dunyo Uyg'ur qurultayining qurg'uvchisi turib, qurultoy qurilg'ilimi taxminan 20 yaqin bo'lib qopti. Siz nemish o'z vaqtingizda tunji qatim Dunyo Uyg'urlar raisi bo'lganda Sharqning besingan zimin ekanligini isbotlaydigan ashundaq ishlarni o'ttirib qo'ymagansiz. Endi bu dadangizniki millatga xiyonati Sharqning besingan zimin ekanligini isbotlagan bu isbotni 70 yildan yoq yushirib olganligi, lekin endi bosirish uchun bu narsa o'ttirib chiqqandan keyin siz endi bu bugungi kunda Jabha Sharqning besangiz zimin ekanligini isbotlash uchun bunda bir guruh qurishga Do'lqin Aysoga taklif qilsa qurultayga. Buni o'zingiz qurultayning raisi bo'lgan nima ish qilmagansiz. Hozir Amerika hukumati, Amerika nurg'ulg'an parlament a'zolari, kongressmenlar Tibetning sharq turining beslangan Tibetning Xitoy tajovuzlaridan beslangan bir zimin ekanligini Tibetning mustaqilligini qo'llaydiganlik to'g'risida keynidan bayonot e'lon qildi. Twitterda bu kaskin munozaralar bo'layotdi. Bu 73 yilning yog'i da'vo qilib sharqning beslangan zimin ekanligini biz dunyoga anglitamadik, bildiramadik. Shuning uchun ash muhim hujjat, muhim ash hujjatni siz millat qaytarib beradi. Millatning haqqi desem voy ukam meniki tazbiy nima qildi boshqa vaqtda bir ko'rishaylik deb telefonni yana qo'yib etdi. Shuningdan keyin erkin olib tekin meni WhatsApp cheklab qo'ydi. Telefon olsam telefonimni qartizimga qilib qo'ydi. Aloqalashaolmadim. Unda qolib qolsa bu Dunyo Uyg'urlarning boshqa rahbarlari Umar Qanot. Umar Qanotmi 2020-yilni shu nimada Arslan Hidoyatning bir programmasida naq maydon ziyorat qilganda Umar Qanot bilan Mehmet To'xta shu chog'da naq maydon telefon qilib shu mutlaq maxfiy hujjat Sharqning besangiz zimin ekanligi haqida bu ikkisidan savol so'ragan. Savol so'rasam Umar Qanot bunda bir narsa yo'q deyay dedi. Mehmet To'xta bunda bir narsa yo'q, o'kunda bir narsa yo'q, bu yolg'on degandan keyin ikkilasi o'sha savol qo'ydim. Sizlar Ayso Yusuf Oltekinning Asr Sharq Turkiston kitob o'qib baqdinglarmi? Osh kitobniki 5-ci betin mush to'g'risi aniq gap bor desam Mehmet To'xta jim turib oldi. Umar Qanot voy bunda hujjat bo'lgan bo'lsa erkin kamda olayli unda qolib qolsa biz Sharqning besangiz zimin ekanligini dunyoga anglitamayapmiz. Bu nihoyat muhim hujjat ekan. Biz erkin kamdan bir so'rab boqayım, so'rab millatga javob bermayman dedi. Rost javob beramsan, ma'qul men javob ber millatga dedi. Undan keyin qayta so'rasam Umar Qanot jimmi turib oldi bu narsaga. Undan keyin Do'lqin Ayso shu Do'lqin Ayso'dimi bu yil 4-ci ayning oxiri Gollandiyaga iftorlik kelganda qurultayning muavir raisi Turg'unjon Alauddin bilan aşağıda 40-50 odam bor. İftorimizda aşağıda so'radim. Shu mutlaq maxfiy hujjat haqida so'rasam Do'lqin Ayso aşağıda o'ngab ketdi. Erkin Ayso olib tekin o'lib ketdi hozir. Bu hujjatni endi Godin tortib chiqib Ayso Yusuf olib tekin hujjatni badab gildin siqiloldi deydi. Gildin siqilolmaydi, lekin erkin olib tekin basning ustozing Dunyo Uyg'ur qurultayiningki qurg'uvchisi. Erkin olib tekin millat qaytolsin bu hujjatni Aşağıdan nima qilaylik desam, men qanday deyman, sen biribdi deydi. Qurultayning raisi senmi, menmi? Biz birga boraylik erkin olib tekinning oldiga borib, mana o'tirib qo'yaylik kitobga. Ashni ko'zdi. Sen Do'lqin Ayso endi changlashib ketdi. Onun keynidan bultu Chexda Dunyo Uyg'ur qurultayning 7-ci navbatdagi yig'inishilgan vaqtida Gollandiyadan
To'sinjon Baxtiyor Nasirli bo'lgan vaqtida men To'sinjon dedim erkin olib tekin bilan shu yig'in kap qas kurashib shu sharqdan besalgan simlikdagi mutlaq maxfiy hujjat haqida bir gap qila bu hujjat millat qaytarib bersin millatning haqqi bo'lsa o'sha kap qas men kurashman deb kurashyapti To'sinjon erkin olib tekin bilan kurashsa erkin olib tekin debdi bu bola bek kirishvoldi bu sharqdan besalgan simliklarga oid mutlaq maxfiy hujjatni bu hujjatni bu muhim hujjatlar bor qora sandiqda bu Turkiyada bor bu hujjat. Lekin bu hujjat bu bolaga bermayman debdi. Men dedim bu hujjatni manga biring dedim. Hatto erkin olib bilan kurashgandim dedim. Manga biring dedim. Men hech kim emas. Men bir odatli puxra. Vatan millat oldi o'zining bir mas'uliyatini majbur ado qilayotgan. Bu hujjatni manga bermaysiz. Siz Dünya Uyghur Qurulu'nun qurg'uvchisi bo'lgandan keyin Dünya Uyghur Qurultiyiga topshirib biring bu hujjatni. Qarasangiz bütün hujjatlar, uningdan muhim hujjatlar bor deb o'zingiz e'tirof qilgan bo'lgandan keyin shu hujjatlarni millat qaytarib bersin, anan keyindan buni dunyo e'lon qilsin. Shu orqali sharqni besangan zamin ekanligini dunyo qayta bir e'lon qilamiz bu narsalarnikini deb buni desani erkin olib tekin men Turkiyaga borgan vaqtida Turkiyada bir surishtirib bu hujjat men nima qilib boqay shu javobini beray dedi. Men bir necha kundan oldida yana bu hujjat haqida yana to'plarda nima bo'ldi. Baxtiyor Nasir Dünya Uyghur Qurultayidagi muavin taftishi debdi bir so'zida Abdurim G'ani bu degan sharqni besangan zamin ekanligi haqidagi mutlaq maxfiy hujjat menchi yo'q hujjat bu narsaning hech qanday ahamiyati yo'q u bu deb. Baxtiyor Nasir apandi bultu chiqdi yig'in To'sinjon bilan ashada kurashgan vaqtida erkin olib tekin bilan erkin olib tekinniki deganlarga hammasi shohid bo'lib turib hamda bir yil o'tgandan keyin ham u gapni bilmasga selib olib bundan narsa yo'qmikin ukin bukin deb turaverishi bu qanday mantiqli gap o'ylab boqinglar qanday mantiqli gap To'sinjon dedi asha Baxtiyor Nasir bilan biz birga so'ragan to'xtab ashkana shu vaqtda degan gaplar to'plar taqaldi bu narsalarnikida hozir erkin olib tekin Turkiyadagi hozir ikki yig'in echilyapti. Birisi xalqaro tashkilotlar birligining rahbarligida bir yig'in, yana birisi Erkin Sidiq efendimning rahbarligidagi Mashal guruhidan birlashib ochgan yana bir yig'in, ikki yig'in. Bular har ikkisi Sharq Qozog'istonniki navbatdagi ahvol haqida, millatniki kelgusi haqida suhbat qilyapti. Erkin olib tekin bu yig'inga qatnashdi. Erkin Sidiqdanmi men ilgari 2020 yilnisi ochiq savol yozgan, ochiq xat deb. Erkin Sidiq Dünya Uyghur Qurulu'nun siyasi oliy maslahatchisi bo'lgandan keyin siz o'sha hujjatning naqadar muhimligini bilasiz. Erkin olib tekin bilan ko'rishib, buna bir javob bergan bo'lsangiz, bo'ldi men javob beray deb hozirga javob bermadi. Endi hozir erkin olib tekin Turkiyada ekan. Shunga Turkiyada bo'lgandan keyin erkin olib tekin Yeşim 86-87'lığa kiripti. Cenab-ı Allah ömrünü uzun kılsın. Dadısı rahmetlik bu hüccet millet kaytılmay bilip gitti. Erkin alıp tekindim eş bir yegi bağdı. Yani pokul erkin alıp tekim tükep kütüp kayıp kalsa ölüm emmimizden beşide bağ bu hüccetimiz kimle tapşırıp alamaz? Bu her bir Uygur oyunusu tiyiştik mesele bu neyse. Şunlaşka Türkiye'de erkin alıp tekim boğandı keyin erkin alıp tekimden kürüşep shu qora sandiqni ochib shu millatning haqqi bo'lgan sharqni besilgan zamin hatto undan muhim bo'lgan endi hujjatlarni erkin olib tekin millat topshirib bersin bu narsalarnikini Xitoy tajovuzkor sharq turgan irqiy qirg'inchilik qilib bizning butun narsamizni ko'ydirib Uyg'urning kimligiga oid butun narsani shu zaminninki bizga munosib narsani hammani ko'ydirib yo'q qilyapti u narsani biz bir narsa saqlab qolamidik qo'g'dab qolamidik Chet ellik narsani qo'g'dab qolaylik. Chet eldagi bu shunday sharqni besilgan zamin va buning oid unda mutlaq maxfiy hujjat, nurg'unliq hujjatlar bor ekan. Biz bu narsani qo'lga tushirib, buni saqlab qo'yaylik. Bir varaq tarix hujjatining naqadar kuchli bir qimmati borligini hammadan biladi bu narsalarnikini. 3 yilning oldida Sharq Turkiston surgun hukumatniki bosh ministri Salih Xudoyo bilan strategiya mutaxassisi Mamtimin A'la xalqaro sudniki dangliq advokati qonunshunos advokat Rondi Doksun bilan naq maydon suhbat o'tkazgan vaqtda men mutlaq maxfiy hujjat haqida savol so'radim.
Bu hujjatninki qimmati bormi, sharqni besan zimin ekanligiga oid, yo buning qimmati yo'qmi? Desam, o'sha Rondi Dekson, o'sha dongli xalqaro advokat dedi. Bu intayin qimmatli bir hujjat, bu hujjat. Bu hujjat sharqning besingan zimin ekanligini dunyoga anglitishda, uni qonun asos qilishda intayin qimmatli bir hujjat. Bu hujjat bo'lib qolsa, buni qo'lga tushirish kerak deb. Mana. Bu vaqt so'zga video va men bunda o'zim qizimni chiqib davom edim. Ishonmasangiz videoni deb bermayman. Shuni demakchi, bu hujjat naqadar qimmatligini ay dunyoga dongli xalqaro advokat da'vat qilgan gapni ekan. Xo'sh, unda biz bu o'zimizniki Sharqi Turkiyadagi besingan zimin ekanlik hujjatga ega chiqamdiq, chiqmamdiq. Bu Abdurim G'anining shaxsiy bir ziminninki hujjat emas bu. Bu millatninki hujjati. Xitoy tajovuzchilarining yuziga urdigan bir tamg'a bu hujjat. Shuning uchun bu hujjatni erkin olib tekin, hozir Turkiyada bo'lgan millat qaytarib berish kerak. Millatning haqqini millatga berish kerak. Shunga biz bir xalq harakat qo'zg'ayli. Sharqning besingan zimin ekanligidagi bu hujjatni erkin olib tekin, millat qaytarib bersin, dunyo Uyg'ur quruli topshirib bersin, yoki o'zi ishindigan boshqa bir tashkilot topshirib bersin. Da biz buni imzo to'g'rilab, butun dunyo tashkilotlarga aloqa qilishib, buning qancha tashkilot imzo qo'ydi, buningga qancha odam haqiqiy vatan millat uchun vatan millatniki ashna qadriyatlarini qadrlaydi. Bu vaqtda biz bir guruh qurib, bütün tashkilotlar aloqa qilishib, erkin olib tekinga bir uch xat to'playli, imzo to'playli. Anikan ul topshirib beraman deb topshirib beraman bu narsalarnikini. Topshirib bersa, dunyo Uyg'urga topshirib bersin, yana topshirib bermay, yana 5-chi qilib qolsa, biz buni bir tarix, o'zimiz yashagan tarixniki bir shohidlar sifatimiz bilan bundan bir xulos chiqarib, millatga javob beramiz. Millatning kim xiyonat qilayotganligini hozir yashayotganlar, shunday kelgusi avlodlar bilish kerak. Buni ko'plab taqib qo'yinglar, millatni bilsin. Yana bunun Abdurim G'anininki deyotgan gapning asosi yo'q, unda hujjat yo'q ekan, yana bu yo'q ekan deganlar, sizni obda o'nginglar. Aysa Yusuf Altekinning Asr Sharqdan kitobining 5-betini o'qinglar. Ya'ni uni o'qimay, yana ammancha, ucha, buchi deganda quruq tuhmat gaplarni oz qilinglar. Hujjat sizlar chet ellarda siyosiy panohlik tilab, vatandoshlik olgan 35 million millatninki 35 million Sharq Turkiston xalqiniki qonliq badaldinki zimini bo'lgan shu ziminning hujjati. Avval biz shu hujjatga ega chiqaylik, anaqa Sharq Turkistonga chiqaylik, o'zimizning millatiga ega chiqaylik. Buning uchun haqni so'zlashimiz kerak, adolatni so'zlashimiz kerak, haq taraf turishimiz kerak.